Bozorda urug'lar ko'p, lekin haqiqiy hosil beradigani qaysi? Bugun sizlarga ko'p yillik tajribadan o'tgan, dehqonlarimiz ishonchini qozongan Simias Fito firmasini sariq pachkalarini ko'rsatib o'taman. Bahor oylarida yetishtirish uchun mo'ljallangan, hamma biladigan runner, yirik, erta pishar pomidor. Vardanza, qip-qizil, bozorbop va serhosil nav. Pink Sky, TLC'ga chidamli rozoviy sortimiz. Garra F1, issiqqa va stress holatlariga chidamli navimiz. Kadyar, tez va juda ko'p hosil beradigan uzun bodring navimiz. Bebino, o'zbek dehqonlarimiz sevib ekadigan kalta bodring navi. Lucinda, bozorda tez sotiladigan va shirinlik miqdori bo'yicha nomer 1 nav. Makka jo'xori, Aroma F1, shirin jo'xorimiz. So'tasi yirik, o'ta shirin, supermarketlarda sotish uchun va qasqonlarda tayyorlash uchun zo'r nav. Banduel ham aynan shu navdan tayyorlanadi. Deluxe, et qalin setafor perets. Spiny, to'q yashil rangli cho'tir bodringimiz. Ushbu navlarimiz, ya'ni sariq rangli pachkalarimiz ko'p yillik ishonch rangi desak adashmaymiz. Sariq pachka urug'larini O'zbekiston bo'ylab barcha urug'chilik do'konlaridan so'rang. Ushbu video bo'yicha fikringizni kommentariyada qoldiring.